Hurmatli do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda katta ahamiyatga ega. Dr. Dent Uz jamoasi nomidan samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Kanalimiz rivojlanishi va sifatli kontent uzluksiz chiqishi uchun obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz juda muhim. Shuningdek, ushbu videoni do'stlaringiz bilan bo'lishganingizda bizga katta yordam bergan bo'lasiz. Sizdan bir soniya, bizning katta yutuqlar sari yana bir qadam. Hurmat bilan Dr. Dent Uz jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. O'zbekiston suv tanqisligi darajasi yuqori bo'lgan dunyoning 164 mamlakat orasida 25-o'rinni egalladi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda toza suv tanqisligi 2030-yilga kelib 7 milliard kub metrga yetishi mumkin. 2050-yilga kelib esa 2 baravar ko'payadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, dunyo aholisining 60% yilning ma'lum bir davrida suv tanqisligini boshidan kechiradi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bir marotabali tishlarimizni yuvish uchun qancha miqdordagi suv bizga kerak bo'ladi? 1, 3, 5. Yo'q, menimcha mana shu stakandagi suv bizga kifoya qiladi. Agar bir inson o'rtacha 60 yil umr ko'radi deb o'ylasak va u bir marotabalik tishlarini yuvishligi uchun suvni tinimsiz oqizib qo'yib tishlarini tozalasa, qancha miqdordagi suvni isrof qilish mumkin? Bir o'ylab ko'ring. Bugungi dasturimiz mana shu haqida. Dr. Dent Uz. Inson tishlarini kunida 2 marotaba yuvishligi va har gal tishlarini 3 daqiqa davomida tozalashligi tishlarimiz va uni o'rab turgan to'qimalar uchun foydali deb stomatologlarimiz ta'kidlashadi. Xo'sh, bir o'ylab ko'ring-chi, nima uchun aynan 3 daqiqa davomida tishlarimizni tozalashligimiz kerak? Gap shundaki, har gal tishlarimizni oldingi, orqa va yon yuzalaridagi ovqat qoldiqlari va ulardagi bakteriyalarni tozalashlik uchun bizlardan 3 daqiqa tozalashlik talab etilar ekan. Bundan tashqari, tish pastalaridagi ftor, kalsiylarni tishlarimizga singdirish uchun ham 3 daqiqa davomida tishlarni tozalashlik talab etiladi. Va biz har xil iste'mol qiladigan taomlarimiz, shirinliklarimiz natijasida og'iz bo'shlig'idagi pH muhitini pasayishligi natijasida og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalar, karies keltirib chiqaruvchi bakteriyalar aktivlashadi. Va buni yo'qotishni, kamaytirishni yo'li esa 3 daqiqa davomida tishlarimizni yuvishligimiz og'iz bo'shlig'idagi yana pH muhitini o'z holatiga qaytishligi uchun juda katta yordam beradi. Mana shu uchun biz har gal tishlarimizni 3 daqiqa davomida yuvishligimiz bizdan talab etilar ekan. Endi bir o'ylab ko'ring-chi, 3 daqiqa davomida tishlarimizni yuvayotganimizda iste'mol suvini uzluksiz oqizib qo'ysak, qancha miqdordagi suvni biz isrof qilishligimiz mumkin? Buni keling tajriba yordamida siz bilan birgalikda ko'ramiz. Mana 1,5 daqiqada 10 litr suvimiz yiqildi.
Agar bir insonni 60 yil umr ko'radi deb olsak va u inson tishlarini 3 yoshdan boshlab yuvadi deb hisoblasak, umr bo'yi qancha suvni shunchaki isrof qilib yuborishligini hisoblab ko'ramiz. Kuniga 2 marotaba tishlarni yuvish deb olsak, bir yuvishda 18-27 litr suvni isrof qilar ekanmiz. Agarda bu ko'rsatkichni 2 ga ko'paytirsak, bir kunda o'rtacha hisobda 36 dan 54 litrgacha suv isrof bo'ladi. Yillik hisoblaganimizda esa 365 kun. Ko'paytiradigan bo'lsak, 36-54 litrni 13140 dan 19710 litrgacha suv isrof bo'ladi. Bu litrlarni 57 yilga hisoblaydigan bo'lsak, 749 mingdan 1,123 minggacha suvni umr davomida isrofga chiqazib yuborishligimiz mumkin bo'lar ekan. Yakuniy natija sifatida oladigan bo'lsak, agar 57 yil davomida ichimlik suvini oqizib turib tishlarimizni yuvadigan bo'lsak, 750 mingdan 1,1 litrgacha suvni shunchaki oqizib isrof yuborishligimiz mumkin bo'ladi. Bu ko'rsatkichlar butun bir hovuzni suv bilan to'ldirishligi yoki bir qishloqni ichimlik suvi ta'minotini qoplay olishligi mumkin bo'ladi. Eng yomoni bu ko'rsatkichlar har gal qaysidir amaliyotlarda oshib boraveradi. Masalan, erkaklarimiz soqollarini tekislayotganda suvni ochib qo'yadigan bo'lsa, farzandlarimizni qiziqtirish uchun yuvintirayotganda suvni oqizib qo'ysak, mashinalarimizni iste'mol suvida yuvadigan bo'lsak, bu ko'rsatkichlar oshib boraveradi. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, dunyoda har yili 1 milliarddan ortiq insonga ichimlik suviga ehtiyoji mavjud. Har bir inson kuniga 50 bilan 100 litr o'rtasidagi ichimlik suvidan foydalanadi. Bu kunlik ehtiyojimiz, yuvinishga, iste'molimizga va boshqa xizmatlarimiz uchun sarflanadigan suv miqdori. Biz esa bundan-da ko'p suvlarni isrof qilyapmiz. Bugungi ma'lumotlarimizdan keyin siz ichimlik suvini ishlatishda tejamkorlikka rioya qilasiz degan umiddamiz. Farzandlarimizga ham tishlarini yuvishda iste'mol suvidan to'g'ri foydalanib, tejamkorlikka alohida e'tibor berishlikda namuna bo'lasiz degan umiddamiz. Unutmang, kichik odatlar katta o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Dr. Dental.